Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanali kuzatuvchilari. Bugun O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, ya'ni 3-bo'limiga keldik. Jamiyat va shaxs bunda. Demak, 12-bobida jamiyatning iqtisodiy negizlari deb ko'rsatib o'tilgan 65 va 69-moddalarni o'z ichiga oladi. Bu nima deganimiz? Demak, 65-moddamizga to'xtaladigan bo'lsak, fuqarolar farovonligini oshirishga qaratilgan O'zbekiston iqtisodiyotining negizini xilma-xil shakllardagi mulk tashkil etadi. Davlat bozor munosabatlarini rivojlantirish va halol raqobat uchun shart-sharoitlar yaratadi. Iste'molchilarning huquqlari ustuvorligini hisobga olgan holda iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va mehnat qilish erkinligini kafolatlaydi. Xususiy mulk daxlsizdir. Ya'ni mulkdor o'z mol-mulkini qonunda nazarda tutilgan hollardan va tartibdan tashqari hamda sudning qaroriga asoslanmagan holda mahrum etilishi mumkin emas. 66-moddamizda mulkdor o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulkka o'z xohishicha egalik qiladi, undan foydalanadi va uni tasarruf etadi. Mol-mulkdan foydalanish atrof muhitga zarar yetkazmasligi, boshqa shaxslarning, jamiyat va davlatning huquqlarini hamda qonuniy manfaatlarini buzmasligi kerak. 67-moddamizda davlat qulay investitsiyaviy va ishbilarmonlik muhitini ta'minlaydi. Tadbirkorlar qonunchilikka muvofiq har qanday faoliyatni amalga oshirishga va o'z faoliyat yo'nalishini mustaqil ravishda tanlashga haqli. O'zbekiston Respublikasi hududida iqtisodiy makon birligi, tovar, xizmatlar, mehnat resurslari va moliyaviy mablag'larni erkin harakatlanishini kafolatlaydi. Monopol faoliyat qonun bilan tartibga solinadi va cheklanadi. 68-moddamizda yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy resurslar umummilliy boylikdir. Ular oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir. Yer qonunda nazarda tutilgan hamda undan oqilona foydalanishni va uni umummilliy boylik sifatida muhofaza qilishni ta'minlovchi shartlar asosida va tartibda xususiy mulk bo'lishi mumkin. Shu bilan videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.